Barcha yoshdagi bolalar uchun hamyonbop yeliklarimiz. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun velosipedimiz. Bu velosipedimiz oldin 490 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 390 ming so'm. Bu velosipedlarimiz 5 yoshdan 7 yoshgacha mo'ljallangan. Bu velosipedimiz 580 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 480 ming so'm. Bu velosipedimiz 7 yoshdan 9 yoshgacha mo'ljallangan. Bu velosipedlarimiz narxi 630 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 520 ming so'm. Bu velosipedimiz 7 yoshdan 15 yoshgacha mo'ljallangan. Bu velosipedimiz 780 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 630 ming so'm. Bu go'nchigimiz 20 lik razmer, buni 26 lik razmeri ham bor. Bu go'nchigimiz 985 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 880 ming so'm. Bu 3 bolali velosipedimiz 12 lik razmerda. Bu velosipedimiz oldin 720 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 650 ming so'm. Bu 3 g'ildirali velosipedimiz 14 razmerlik. Bu velosipedimiz oldin 750 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 690 ming so'm. Bu 3 g'ildirali velosipedimiz orqasi savatchali 16 lik razmerda. Bu velosipedimiz oldin 790 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 715 ming so'm. Xuddi shu modeldagi velosipedimiz 20 lik razmer. Bu velosipedimiz oldin 850 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 780 ming so'm. Bunaqa arzon narxda velosipedlarimiz yo'qotib qo'ymasligi uchun bizni profillarga obuna bo'ling. Namangan bo'yicha dastavka bepul, lokatsiyamiz Telegram kanalimizda.